Toshkent tumanidagi Keleskirievdagi hokimiyat to'g'risidagi Gazoil ko'chamiz. Mana shundoq kirib kelganda ko'chani yuzidagi bu tarafda to'yxonamiz. To'yxonaga yetmasdan mana shu yerda ikkita uchastkamiz tayyor bo'lgan. Bemalol mana bu yerga bu endi uzunroq kattaroq mashina bo'lgani uchun bitta o'zimda taqasangiz 4 ta mashina ketadi, lekin bu yerga 5-6 ta mashina bemalol sig'dirsa bo'lar ekan. Bu o'zini shaxsiy parkovkasi bo'ladi. Chunki odamlar yurish uchun trotuar u yoqdan qoldirilgan. Bu tarafdan odamlar yurmaydi. Xo'p, yashil zonasi bor. Umumiy mana ko'chada uyga kirish darvozasi отдельно и mashina olib kirish uchun ko'tariladigan zamonaviy pultli darvoza qo'yilgan. Bitta mashina qo'ysa bo'ladi. Bemalol hovliga, mabodo mashinani ko'chaga qoldirsanglar, bu yerga tapchan qo'yib olsanglar bo'lar ekan yozgi kunida. Xo'p. Chiroyli yechim qilishibdi, dekorativniy, kechqurungi holatini ham qo'yib ketamiz. Uyimiz kechqurun ham juda chiroyli bo'lar ekan. Yashil hududi bor ekan. Yozgi oshxonasi bor, mo'yka, рабочий zona, qozon, hop, varishniy panel и bu yoq tarafimizda umumiy sanuzel deb aytib bo'lmaydi, endi tualetni o'zi ekan bu yerda. Hop, endi bo'lmasam uy ichidan endi kirib ko'rsatamiz. Uyimizga kirishimiz bilan hol, mehkiy zona, televizor iladigan joy, bemalol televizor ko'rib, choy ichib o'tirsanglar bo'lar ekan. Ro'parasida mana shuni oshxonamiz, mebellari qilingan, texnikalari qo'yilgan, mo'ykalari qo'yilgan, рабочий stol ham yasab qo'yilgan bu yoq tarafimizda. Hop, eshuklarini mana razijnoy yaxshi yechim qilishgan. Hidi chiqmasligiga bu yo'ga uyni kengligini ko'rsatib berish uchun ham. Podvalga tushish, ikkinchi etajga chiqish, to'g'risida mana bitta mehmonxonamiz. Mehmonxonani ham ikkita sahna qilishibdi. Bu yoq tarafiga MDF panel, televizor iladigan joy, bu tarafiga mana oynali qilib qilishibdi, chiroyli yechim. Xo'p, orqaga chiqish uchun ham eshuli qilib, rom qilib qoldirishgan. Havo aylanish, yorug'lik tushish uchun bemalol yorug'lik tushyapti. Bu tarafimizda hop, mana bu yoq tarafdan ko'rsating. Kattalar uchun yotoqxona. Buni ham orqa tarafga, orqa hovlichasiga rom tashab ketishgan, havo aylanish uchun, yorug'lik tushish uchun, televizor iladigan joylari bor ekan. Hop, endi mana umumiy shu birinchi etajdagi kattalar uchun yotoqxonasiga sanuzellari bor ekan. Hop, endi sizlar bilan ikkinchi etajni ko'ramiz. Ikkinchi etajga chiqib kelishimiz bilan o'ng qo'ldan boshlaymiz. Bolalar uchun yotoqxona qilsak bo'lar ekan, balkonga chiqsa bo'lar ekan. Ikkita romi qo'yilgan bu tarafda, bittasi balkonga. Hop, bunisini ham bolalar uchun yotoqxona qilsak bo'lar ekan. Chunki umumiy sanuzeli mana shuni yonida vannalari qo'yilgan, sanuzel polniy to'ldirilgan. Hop, mana bu tarafimizda zinadan chiqqanda sirazi chap tarafimizda buni mehmonxona qilsanglar ham bo'lar ekan. Mabodo ikkinchi mehmonxona. Hop, bu tarafda bitta shkaf yasattirib yuborilsa, bemalol mana joyi to'g'ri kelar ekan. Umumiy sanuzel ichida bu bitta kattalar uchun yotoqxona bo'ladi. Sanuzeli ichida kattalar uchun yotoqxona. Hop, endi podvalni ko'ramiz. Podvalda juda ham zo'r holatlar qilib qo'yishibdi. Namozxona, kutubxona ketdik. Podvalimiz mana shunaqa chiroyli qaranglar, namozxona qilib, kutubxona qilib qo'yishibdi. O'zi juda katta podval emas. Kichkina bo'lsa ham, lekin unumli foydalangan. Uyimizning narxi 189 ming so'ralyapti. 6 ta xonasi bor, umumiy maydoni 2 sutu nari berisida ekan. Uchta hovlida bilan 4 ta sanuzeli bor, 2 ta oshxonasi bor, yozgi, qishki oshxonalari bor. Hol, keyin oshxonasini aytdik, podvali bor.
Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Uyimizga yoqqan bo'lsa, bitta bosib qo'yasiz, obuna bo'lib qo'yasiz YouTube kanalimizga. Mana shunaqa videolarimizni to'lig'ini qo'yib boramiz. Instagramga 1,5 minutlik video qilish uchun tez-tez gapiramiz deb tez-tez qo'yamiz. Shoshmasdan mana shunaqa qilib videosini ham obzor qilgan uylarimizni bemalol YouTubedan xotirjam uyingizda u yoqqa bu yoqqa borib yurmasdan ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Rahmat, sog' bo'lasizlar.